Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xabaringlar bor, biza showroomda obstanovkalarni o'zgartirayotgandik. O'sha showroomimizda tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqdi. Fasadni saydinglarimiz, fasadni panellarimiz ko'rayotganinglar juda ham chiroyli chiqqan. Showroom tayyor. Har xil turdagi latoklarimiz bor, mashina yuradigan zonaga chuqur variantlarimiz ham bor. Har xil ko'rinishda. Mana bu esingizda bor, nima bo'ladi deganimiz. Demak, mягкий krovlarimiz qo'yilgan, aerator bor. Hozirgi kunda наружный oyna, prям balkonlarga qo'yib ketishga juda ham chiroyli. Fasadni panel. Demak, slimnoy trubalarimiz Juki brendiniki plastikli bo'ladi. Har xil turdagi mягкий krovlarimiz bor, ko'rishingiz mumkin sayzinglarimiz har xillari. Va mana bu yerda nima bor? Yengillik. Xuddi zina bo'ladi, ochiladiganlik. Buni ham hozir ochib ko'rsatamiz. Mana bu o'zini kalti bo'ladi, kaltida ochiladi. Tortiladi va mana orqasi bilan ham tortosanglar bo'ladi bemalol. Ochildi mana. Ko'rayotganinglardek juda ham chiroyli, balkonlarga chiqishga, balkonlarga takib chiqadigan bo'lsa ham bemalol yuk ko'taradi. Mana bu yerda mana qo'lda ushlab chiqishingizga ham juda ham zo'r. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Hamma mahsulotlarimiz наличиеda bor.